Salom do'stlar. Unda 120 fps qilishni boshladik. Birinchi o'rinda biz telefon nastroykasiga kirib olamiz. Telefon haqida degan joyni topib bu yerga kiramiz va batafsil ma'lumot va operatsiyalarga topib bu yerga bosamiz. Tizim versiyasini 5-6 marta bossak, dastur sozlamalanadi. Keyin esa nastroykadan chiqamiz. Shizuki degan ilovani Play Marketda bor. Yuklab olasizlar va biror telefonning tochkasiga yoki biror Wi-Fi ga ulanib Shizukiga kirasizlar do'stlar. Kirganingizdan so'ng ikkinchi tugma pairingni bosasiz. Undan keyin tagidagi bitta tugma bor, o'shani bosasiz. Keyin usul orqali nosozlikni aniqlashni yoqib qo'yasiz do'stlar. Do'stlar, Telegramda yozishyapti. Va'da berib qo'ydim. Qilishni o'rgataman deb. OK tugmasini bosamiz. Bundan keyin Wi-Fi degan joyni topib, uni yoqamiz. Qurilma kod orqali ulashni bosib, Shizukidan kelgan xabarga kodni yozamiz. 819902. Jo'natamiz. Undan keyin chiqamiz, qaytamiz orqaga va Shizukida start tugmasini bosamiz. 3 sekund kutishimiz kerak bo'ladi. Va mana galishga chiqdi. Sozlamalarga o'tib, GFH Tool degan ilovani yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Undan keyin GFS Tool'ga kirib olamiz. Kirganimizdan so'ng hozir biroz nastroykalar bor. Ularni to'g'rilab PUBG ga kiramiz. Globalni tanlaymiz bu yerda. Mana chiqdi. Reklama beryapti. Grafikani headerga o'tkazamiz. OK tugmasini bosamiz. Yana reklama beryapti do'stlar. Endi FPS degan joyni topib, bosib, bu yerni 90 fps qilib qo'yamiz. 120 ochmasliging sababi headerda hozircha bu ilova 120 ochib bera olmayapti. Bu yerda realistikga qo'yib qo'yamiz. Bu yerda buni yoqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Bo'ldi, boshqa narsasi yo'q. Keyin bitta narsani aytib qo'yay, mana bu yerdan iPad versiya qilsa ham bo'ladi. Hali iPad View kamerani cho'zibroq qilish bor. Do'stlar. Demak, apply tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Yangi yil dam olish vaqti. Yandex.Go orqali eshikdan eshikkacha yetkazib berish xizmati bilan reklamadan o'tkazib boramiz va Run Game bosamiz. PUBG ga kirguncha aytib qo'yay. Keyingi videolarimda skin hack bo'ladi. Skin hack o'rnatish, ya'ni fayllarni, videolarni hammasini tayyorlab qo'yganman. Lekin aktiv Telegram kanalda ham, YouTube kanalda ham pastligi sababli videoni chiqarmayapman. Agar aktiv ko'tarilsa, odamlarga bu ham foydali bo'lsa, albatta skin hack o'rnatish ham videosini chiqaraman do'stlar. Biroz videoni tezlashtiraman hozir. PUBG ga kirib oldik. Mana bu yerdan sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Hozir biroz internet ishlamayapti. Sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Bundan keyin grafika, mana muvozanatlashtirish o'shanga o'tkazsak, mana HDRda ultra ekstremal. Nurni sal mash yorug'ligi bo'ladi. Aralashtiramiz boriga. Mana lobbida ham HDRda ultra ekstremal, xuddi endi Ravonda ekstremal do'stlar. Mana HDRda 90 fps
Hop, video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Albatta keyingi videolar ham bundan da qiziqroq va foydali bo'ladi.